Uzr do'stim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Suv qayerda bor ekan? Bu yaqin o'rtada yo'q edi suv. Ha, topolmayman. Qidirmagan joyim qolmadi. Suv o'sha og'iz ochishga ozgina vaqt qoldi. Akajon, mana menda bor, ikkalamizga ham yetadi. Ya, o'zi bitta ekani sizda. Xijolat bo'lmang, bitta mayizni 40 kishi bo'lishib yegan. Uzr ukam, suv qayerda bor ekan? Bu yaqin o'rtada yo'q ekan. Yarim soatdan beri suv izlab topolmayman. Og'iz ochishga o'zi kam vaqt qoldi juda. Ha, mayli. Ukajon, iltimos, bittasini soting suvingizni. Sota olmayman-ku, lekin tekinga berishim mumkin. Voy, rahmat. Faqat bitta shartim bor. Xo'sh. Bola videoga olishga tayyor bo'lib turibdi-da, buni tekinga tarqataman, keyin Instagramga qo'yaman, layklar yig'aman, kontent, mashhur bo'laman, hamma komment yozadi, yaxshi inson ekan deb. Layk. Menga qara. Sen yoshlarga nima bo'lyapti o'zi? Bitta laykni deb kiyimingni yechasanmi? Bitta laykni deb tomdan sakraysanmi? Bitta laykni deb ko'rsatmagan joying qolmadi. Bu ketishda senlar boru, hali otangni ham bitta laykka almashtirasan. Shu gapim ma'qul bo'lgan bo'lsa sizlardan bitta layk. Onasini yaxshi ko'radiganlar bitta layk bosib qarindoshlar gruppasiga jo'natib qo'yamiz.